Marhamat aziz moto havaskorlar, CF Moto 250 CLC. Mana bu yerda u keldi. Dizayndan juda 450 lik CLC ga o'xshash, lekin juda lakonично qilingan va minimalistik stilda. Ustiga o'tirib ko'rsataman. Nasatkalarga bitta e'tibor bering. Priborka, LED display, bitta analogiy sifatda qilingan. Bunda speedometer, ranglarga bitta e'tibor bering, bakini ichiga olib olgan. Rasata o'sha mashhur 250 SR dvigateli 250 kubalik juda передовой hisoblanadi, chunki 250 kubdan 28 ot kuchi beradi. Yana zo'r tomoni, buni kubaturasi 250 ga qaramasdan bunda ham kevlar remen turibdi. Remenni privi bu degani siz buni avtojet qilmaysiz, moylab, regulovka qilib yurmaysiz. Mototsikl o'ta tejamkor, o'rtacha benzin sarfi 2.6 208 litr atrofida 28 ot kuchi bilan mototsikl injektorda ABS bilan jihozlangan. Kubaturasi qaramasdan juda komfortman. 183 bo'yin bilan ham bunda juda komfortni joylashtiraman. 450 CLC ga ham o'xshab ketadi posatkalar, lekin upravlение CLC o'zi etalon kruzerlarning ichida 450 bu 250 talik kruzerlar ichida topishim qulay mototsikl hisoblanadi deb o'ylayman. Agar buni hozir benda Palomar 250 bilan solishtirsangiz, bu velosiped boshqarish juda oson. Endi har doimgidek CF Moto injenerlari mototsiklni boshqaruvda juda katta ahamiyat berishadi. Shuning uchun bular boshqarish nuqtai nazaridan streetga juda yoqin bo'ladi. Klassiga qaramasdan, kruizer bo'lishiga qaramasdan va siz bundan har kun foydalanishga mazza qilasiz. Benkalarga e'tibor bering. Shunaqa sturalik. Stoplari ham xuddi 450 CLC day qizil yonadi, pavorotning yoqasini margat qiladi. Shunaqa bitta go'shti chiqarilgan. Bizda radiator, ABS tizimi, disk ekanligiga e'tibor bering. Radialni krepleniyalik tormoznoy supportlar. Orasi ham kuzov bilan bir xil rangda qilingan. Shunaqa dizaynda 1989-yil bu CF Motoga asos solingan, ya'ni mototsiklar chiqish boshlagan yil hisoblanadi. Mototsiklarga yoqqan bo'lsa kommentar yozib qoldiringlar. Agar tovush qiziq bo'lsa, kommentarda yozinglar. Balki to'laqonli test drive ham syomka qilamiz. Buni hozir upakovkadan ochdik, shuning uchun sizlarga tez video obzor qilib ko'rsatib beryapman. Ana endi 450 ko'p kishilik qilayotganlarga, endi boshlayotganlarga, lekin kruzerga qiziqadigan yana bitta zo'r variant bor. O'zini klassiga, o'zini puliga eng topovi bir hisoblanadi. Mototsikl narxlari bilan tanishaman deganlarda, mototsikl hali bizda narxlar chiqmadi, lekin siz bu videoni ko'rayotganingizda saytimiz tepasida kirib narxlar уже chiqarilgan bo'ladi. Profil shapkasiga kirib, agar Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, price listga kirib narxlar bilan tanishsangiz bo'ladi. Videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, salomat bo'ling.